kasb egalari eng ko'p griji bo'lishadi? Quruvchilar yoki bozor aravakashlari? Quruvchilar, sababi yuk og'irroq, jarayon ham ancha xavfli. Avtomexaniklar yoki santexniklar? Santexniklar. Oshpazlar yoki sartaroshlar? Albatta, sartaroshlar kun bo'yi tikka turishadi. Kuryerlar yoki tikuvchilar? Tikuvchilar. Fura haydovchilar yoki taksistlar? Fura haydovchilari. Ofisda ishlaydiganlar yoki o'qituvchilar? Ofisda ishlaydiganlar. Stomatologlar yoki arxitektorlar? 100% stomatologlar egilgan holda ko'p ishlashadi. Hamshiralar yoki ofitsiantlar? Hamshiralar. Quruvchilar yoki santexniklar? Quruvchilar. Sartaroshlar yoki tikuvchilar? Baribir sartaroshlarda grija ko'proq. Fura haydovchilar yoki ofisda ishlaydiganlar? Fura haydovchilari bel og'riqlari 10 barobar kuchli. Stomatologlar yoki hamshiralar? Qiyin tanlov, lekin stomatologlar. Quruvchilar yoki sartaroshlar? Bu yerda quruvchilar. Fura haydovchilar yoki stomatologlar? 100% fura haydovchilar kun bo'yi belga bosim tushadi. Va nihoyat final. Kimlar eng ko'p griji bo'lishadi? Quruvchilar yoki fura haydovchilar? Hech ikkilanmasdan quruvchilar desam bo'ladi, sababi qurilishda bel eng xavfli kombinatsiyani boshdan kechiradi. Masalan, egilish, og'ir yuk ko'tarish, bosim ostida ishlash. Shu sababli ham grija eng ko'p qurilishda ishlaydiganlarda bo'ladi. Juda ham zo'r Faxriddin aka, o'zi belim sog'lom bo'lish uchun nima qilishim kerak? Hoziroq sahifamga obuna bo'lib, videoni quruvchi tanishlarga yuborib qo'ying. Bel haqida eng foydali ma'lumotlarni berib boraman.